Shu uchala telefonni mashinada issiqda qoldiramiz. Qanchada yonib ketadi? iPhone'da уже qizib ketdi deyapti. S25 Ultra. Yumshoq bo'lmayapti telefonda. Ya'ni bu sinovdan maqsad telefoningiz mabodo issiqda mashinada qolib ketsa, biling qanchada ishdan chiqib ziyon keltirishi mumkin. Sideniyani yondirgan telefon esinglarda bo'lsa, bu uzuq telefon edi. Bu telefonlar ishlayotgan 16 Pro Max va ishlayotgan 25 Ultra. Faqat qimmat telefonlarni sinomasdan $300 Honor devani qo'yib qo'ydik. Mana mashinaning gradiyusi 35 gradus. Hammasi ehtiyot bo'lishimiz uchun qilyapmiz. Sinovlar qimmatga tushishi mumkin, lekin ilm-fan qurbon talab qiladi deydi-ku. 14 dan 10 minut o'tibdi. 10 minut bo'ldi mana ortda qolganiga. Samsungda tinchlik. iPhone temperatura iPhone'da уже qizib ketdi deyapti. Все уже xavfli. Samsungda ham уже qurilma qizib ketmoqda. Tafsilotlar ko'rish uchun bu yerga teging. Xo'p. Nima deyapti? Qurilma qizib ketmoqda. Uning haroratini kuzatish uchun bir necha narsa bajariladi. U qo'lda ushlab tura olmayapman уже. Issiq. Menyuga ham kirmayapti уже hech qanaqa. Shunday. Honorda hech qanaqa hozircha ogohlantirish yo'q. 10 minut ekan o'rtoqlar, yarim soat 1 soat deb o'yladim. Juda ehtiyot bo'lamiz. Hali 4G yoqilmagan, zaryadga qo'yilmagan holatda edi bular, sim kartasiz.